Ultra PUBG haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Abdulaziz. 1996-yilda tug'ilgan. 11-maktabda o'qigan. Tug'ilgan kun sanasi 3-avgust. Namangan viloyatida tug'ilgan. Streamerlikdan oldin operatorlik bilan ham shug'ullangan. Karantindan oldinroq PUBG o'ynashni boshlagan. PUBG ga 6-sezondan kirib kelgan. PUBG o'ynashni emulyatorda boshlagan. Stream qilishni Kaplan nomli PUBGer bilan bir vaqtda boshlashgan. Uydagilari streamer bo'lishga qarshi bo'lishgan. Stream qilganligi uchun otasidan so'kish eshitgan. Do'stlar, kanalimni 93% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Iltimos hozir 5 sekund vaqtingizni ajratib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men esa davom etaman. Stream qilishdan oldin akkaunt savdo kanali bo'lgan va aynan o'sha kanaldagi obunachilari unga stream qilish taklifini berishgan. Keyinchalik pul kerak bo'lgan vaqtda kompyuterlarni sotib yuborgan. Afzal Warriors nomli inson shundan keyin Ultraga kompyuter sovg'a qilgan. Ma'lumot uchun Ultra u inson bilan hech qachon hayotda ko'rishmagan. O'z YouTube kanalini ham pul kerakligi uchun sotib yuborgan. O'sha vaqtda kanalda 10 ming obunachilari bo'lgan. PUBG turnirlariga organizatorlik ham qilgan. Aynan shu kasb bilan 6-7 oy davomida shug'ullangan. Ultra asosan PUBGdagi buglarni topib, videolar qilish bilan shug'ullanadi. Bir kunda 8 ta akkauntga letnik tushirib bergan. Montajchilar muammosi sabab ancha vaqt bu yo'nalishdagi kontentini boshlay olmagan. Kun bo'yi uyda o'tirib, tashqi dunyodan butunlay uzilib qolgan vaqtlari bo'lgan. 3 yildan buyon o'z UC servisini yuritadi. Boshlanishdagi videolari juda kam ko'rishlar sonini yiqqan, ammo bu uning motivatsiyasini o'ldirmagan. Ultra telefonda PUBG o'ynashga qiziqmaydi. Senator bilan oralarida konflikt bo'lib o'tgan. Azik va Bekjan bilan bitta komandada o'ynashgan. UC servisi bo'yicha Oybek Raymberdiyev bilan hamkorlik qilishgan, ammo vaqt o'tib bu ishlari o'xshamagan. YouTube kanaldagi kontentlar bo'yicha asosan Sardor Gengdan maslahat so'raydi. Ultra kelajakda keng miqyosda bootcamp ochish rejasi bor. Ultra oilali, ya'ni turmush qurgan hisoblanadi. Hozirda o'zining shaxsiy klani mavjud. Klan nomi Not Noobs va bu biz bot emasmiz degan ma'noni anglatadi. Ultrani ko'p marotaba pulga chuv tushirib ketishgan. BYD avtomobillarini yaxshi ko'radi. Eng yoqtirgan mashina brendi Tesla hisoblanadi. Hozirda esa o'zida Tracker avtomobili bor. Not Noobs nomi kelib chiqish maqsadi kelajakda game klub ochib, unga shu nomni berish bo'lgan. Hozirda APGUZ bilan hamkorlik qiladi. Knyaz nomli donater bilan hamkorlikda ishlaydi. Aynan Knyazning kanaliga 2 kun ichida 20 ming obunachi yig'ib bergan. O'sha vaqtda ular 10 ming obunachi uchun $750 reklamaga kelishgan. Hozirgi kunda Knyaz YouTube akkauntida 230 mingdan ortiq obunachilari mavjud va bu obunachilar asosan Ultra orqali ushbu kanalga qo'shilishgan. Ultra hindistonlik PUBGer bilan ham hamkorlik qilgan. Ikkita videosidagi reklama uchun $1000 ga kelishgan. Knyazning akkauntiga 26 kunda 100 ming obunachi yig'ib berib, juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Obunachilarim uchun ajoyib taklif. Sizlarni imkoniyatlar dunyosi Grand Mobile o'yiniga taklif qilaman. Ushbu o'yinda siz jinoyatchi yoki politsiyachi bo'lishingiz, qimmatbaho mashinalarda shaharni kezishingiz hamda bizneslar qilish orqali millioner bo'lishingiz mumkin. Vigeta promokodini terish orqali esa siz 3 kunga Gelik avtomobili, 7 kun VIP va 30 ming rubl o'yin valyutasiga ega bo'lasiz. Hoziroq videosidagi manzil orqali o'yinni yuklab oling. Ultra qiziqarli shorts videolarini ham kanalga joylab boradi. Ultra Namanganda fan встреча uyushtirgan. Ultrada hozirda 2 ta kumush knopkasi mavjud. Knyaz kanalining YouTube knopkasi ham hozirda Ultraning qo'llarida. Ultra videolarining birida o'zini Knyaz deb atagan. 1-aprel sanasida PUBG dan ketyapman deb hammani chuv tushirgan. Makaldo bilan reklama shartnomasiga ega. Open case'lar uchun millionlab UC sarflaydi. Ultra Aslanboyni juda hurmat qiladi. Streamerlarga telefon qilib videoda qarz so'ragan. APK rahbari Shahzod akani qiyomatli akam deb ataydi. Eng birinchi avtomobili Spark hisoblanadi. Ikkinchi sotib olgan mashinasi ham Spark, ammo Sparkning yangiroq va avtomat korobka versiyasi. Videolarda men videolardan ko'p foydalanadi. Kaplanning akkauntiga kirib, o'yin sozlamalarini o'zgartirib, prank qilgan. Havlion Ultrani birga bir duelga chaqirgan. Hype ishlashni yoqtirmasligini aytgan. Asosiy daromadi UC servis hamda reklamalardan. Birinchi 100 ming
ming obunachisini 2023-yil 18-mart sanasida yiqqan. Ultra kanalda TikTok videolariga reaksiya video ham qilgan. Ultraga eng katta donatni super chatdan arabistonlik odam qilgan. Asosiy donat Kiwi orqali kelib tushadi. Ushbu kelib tushgan donat summalarini Notnobus jamoasi rivoji uchun ishlatilinadi. Aynan shu Notnobus jamoasida ko'plab taniqli youtuberlar joy olishgan. Rickyga prank qilgan. Ricky qasos olish uchun kelgan vaqtida Ultra uni payqab qolib, Rickyning prank videosi o'xshamagan. Keyinchalik esa prank o'rniga vlog olishgan. Juda ko'p o'zbek streamerlari bilan hamkorlik qiladi. Fezod bilan birga Ultra kanaliga videolar joylashgan. Dachada blogerlar bilan berkinmachoq o'yinini o'ynashgan. Tanishining to'yida kuyov bola bilan open case qilishgan. Ultraning mobil aksessuarlar do'koni mavjud. Knyaz Ultraga $3,500 akkaunt sovg'a qilgan va ushbu akkauntga o'sha vaqtga qadar $50,000 yaqin donat qilingan bo'lgan. PUBG Mobile o'yinida juda qiyin bo'lgan challenge'larni uyushtirib turadi. Yulduzlik kasaliga chalinishdan qo'rqadi. Oila a'zolarining fikrini doim birinchi o'ringa qo'yadi. Stream yo'nalishida juda ko'p shogirdlari bor. Donat servis uchun alohida administratorlar ham tayinlangan. Asosiy xarajatlari oilasiga ketadi. Uyga juda ko'p mehmon keladi. Ultra kamtar hamda hazilkash inson hisoblanadi. Ultra YouTube kanalida hozirgi kunda 420 mingdan ortiq obunachilar mavjud. Aynan shu kanalda haftasiga kamida 2 ta yangi video chiqadi. Jami videolar soni 906 ta. Videolarning asosiy qismini open case'lar tashkil etadi. Kanaldagi playlistlar soni 5 ta. Eng ko'p ko'rilgan videosi 1,200,000 dan ziyod prosmotrga ega. Ushbu kanaldagi eng birinchi video esa 2020-yil 23-iyul kuni tarmoqqa joylangan. Hozirgi kunda Ultra, Notnobus, Knyaz hamda Monarxiy PUBG kanallarida ham aktiv faoliyat yuritmoqda. Do'stlar, agarda videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hamda kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Hamda do'stlar, keyingi 100 ta fakt kim haqida bo'lishini ham bemalol kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.